8-10 soatlik uyqudan keyin ham charchoq bilan energiyasiz uyg'onayotgan bo'lsangiz, kun davomida charchoq va lanch holatda yursangiz, ushbu video aynan siz uchun. Ismim Dr. Fozil Adilovich, 18 yillik tajribaga ega lor rinokirurgman va tajribam davomida 20 mingdan ortiq bemorlarning mazza qilib nafas olishiga sababchi bo'lganman. Birinchi oqibati kattalarda surunkali kasalliklarga sababchi bo'ladi. Ya'ni burun to'siq qiyshiq bo'lgan vaqtda burundan o'tadigan havo erkin harakatlanmaydi, ya'ni aerodinamika buziladi. Buning oqibatida shilliq qavat qurib qoladi va surunkali sinusit, surunkali rinit, surunkali otit, allergik rinit va bronxial astmaga sababchi bo'ladi. Ikkinchi oqibat holsizlik. Nafas qiyinlashganda organizm kislorodni to'liq ola olmaydi. Kislorod yetishmasligi esa har bir hujayraning energiya ishlab chiqarilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun siz kun davomida sababsiz holsizligini his qilasiz. Uchinchi oqibati, kechasi uxlagan vaqtingizda burundan to'liq nafas olmaslik hisobiga miyangiz kislorodga to'yinmaydi va ertalab charchoq holatda uyg'onasiz. 8 soat uxlasangiz ham umuman uxlamagan odamga o'xshab lanch holatda yurasiz. To'rtinchi oqibat immunitetning pasayishi. Burun organizmning birinchi himoya chizig'i bo'lib hisoblanadi. U havoni namlaydi, tozalaydi va isitib beradi. Bu funksiya buzilganda organizmning infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyati yo'qoladi yoki pasayadi. Natijada siz tez-tez shamollaysiz va kasallikdan uzoq vaqt tuzalmaysiz. Beshinchi oqibati bolalarda rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar bu bolalarda bo'lsa, oqibatlar yanada jiddiy tus oladi. Kislorod yetishmasligi bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga, diqqat e'tiboriga, hatto yuz suyaklari shakllanishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Oltinchi oqibati jinsiy aloqa sifati pasayishi. Kamdan kam odam biladi, lekin surunkali kislorod yetishmasligi va uyqu sifatining pasayishi gormonal balanslarga ham ta'sir qiladi. Bu esa jinsiy hayot sifatining pasayishiga olib keladi. Ammo umidni uzmang. Hozirda biz bu muammolarni tezlik bilan yuqori aniqlikda aniqlab, tashxis qo'yib, sizni bu darddan qutqaramiz. 22-iyul kuni aynan siz uchun Samarqand shahrida joylashgan ko'p tarmoqli MedExpert klinikasiga bepul ko'rik tashkil qildik. Video ostida ro'yxatdan o'tish uchun havola qoldiraman, ro'yxatdan o'ting. Yoki quyidagi raqamlarga bog'lanib joyingizni band qiling. Shoshiling, ko'rik vaqti atiga 1 kun, joylar soni cheklangan.